eng oxirgi qator biza turgan. Tepadan ko'rsanglar bo'ladi. Mana pastda hozir ko'rsataman. Mana pastda o'zingizlar aylansanglar bo'ladi. Aylanishga imkoniyati bordir. Mana bu ikkinchi etajda ehromsiz yuradigan erkaklarga va ayrim bir ayollar tiqilinch turmaslik uchun mana hozir ko'rsataman. Endi mana bu uchta kalaskada yuradiganlar uchun. Burosam hamma yoqda tavof qilishadi. Biz eng oxirgi qavatda turibmiz. Hozir eng oxirgi qavatda ham ko'rsataman. Eng oxirgi qavat.